Assalomu alaykum hammaga. Bizda Uchqahramon bozor yonida restoran bor. Restoranning yonida bu yerda bizda post bor. Post yonida bilasizlar bizda UVAS 24 ga 7 samoykamiz bor. Akalar 24 ga 7 ishlaydi. Biz bu samoykamizga akalar suxoy tuman apparatimiz qo'yib berdik. Bilasizlar suxoy tuman apparatimiz hozirgi eng zamonaviy balon qoraytirish va suxoy tuman qilish imkoniyatiga ega apparat hisoblanadi. Bilasizlar bunda 6 xil eng zo'r hidlar bor va chinnitilimiz. Akalar bizda onlayn to'lovimiz bor. Mabodo bizda apparatimiz ishlamay qolganda, qanaqadir muammo bo'lsa, agar plyus ichida qolib ketadigan bo'lsa, siz pul tashlab qo'yganda ishlamasa agar, akalar sizlar viziv knopkasini 5 sekund bossanglar, bu yerda mening nomerim chiqadi. Bu nomerga bog'lanib, murojaatinglarni aytsanglar, sizlarga akalar o'sha pul bo'lsa pul yoki o'sha apparatda qanaqadir muammo bo'lsa, birdan hal qilib berishadi, muammosi yo'q. Bu funksiya aka hammada ham bo'lavermaydi. Faqat sizlar buni UVAS 24 ga 7 Uchqahramonda ko'rishingiz mumkin. Moykamizni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.